Assalomu alaykum, baxtli musofirlar Telegram kanalini, YouTube kanalini butun Rossiyadan kuzatib turgan aziz obunachilarimiz, aka-ukalarimiz, 1 emas, 2 emas, 3 emas, 29-turdan beri butun xalq oldida yuzimiz yoriq. Tojikistonlik akamiz 29-turimizdan 1000 rubllik o'yinimizdan bir 30 tacha bilet olib, $10,000 yutib oldi. Niyat qilganlar, havas qilganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men ham havas qildim, men ham niyat qildim, men ham yutish niyatim bor denglar. Tegirmonom navbati bilan. Assalomu alaykum akajon. Tojikistonda qayerdansiz, kimsiz, kim sizga tavsiya qildi? Qayerdan keldingiz hozir? Avvalo alhamdulillah, men Tojikistondan, Lelnobodskiy oblast, Ashskiy rayon. 10,000 ko'ki. Ko'kat deydi-ku. $10,000 joyladingiz. Bir pachka dollarni Moskvaga uchib kelasiz aka. Keling, mehmon bo'lasiz, bir piyola choy ichasiz, aeroportdan shunday tushasiz. Pulni olasiz, qaytib ketasiz. Navruz dehasidaman. Ismim Zafar. Men bugun Surgutdan uchib keldim. 3,5 soat samolyotda uchib kelib, mana sizlar bilan ko'rishdim. Boshqalarni xayolida bu o'yin chinmi yo yolg'onmi degan gaplar bo'lsa agar, bu o'yin 100% emas, 300%. Men o'zim bu o'yin boshlangandan beri men ham hamma qatori 2 dan olib yurardim. Shu safar sal kattaroq riskovat qildim. Rahmat uchun. Ishonaman, bu o'yinda, boshqa o'yinlarda hech kimni o'yinida men ko'p o'yinlarda o'ynaganman. Hech kim yutgan insonning nomer telefonini откровенно bunday chiqarmagan. Shundan hamma bilsa ham bo'ladiki, realni bu. Men bularni faqat YouTube'da ko'rganman. O'zim Surgutda necha yillab Surgutda ishlab mehnat qilib yuramiz. Niyat qilib olgan edim. Surgutdan sizni ko'rib turgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga tavsiya qilasizmi o'ynashni? Albatta, albatta. Hamma eshitib bo'ldi, tanishlar hamma telefon qildi. Telefon qildi. Bir kunda shu yutganimdan beri bilmam bir 40 ta 50 tadan oshiq telefon bo'ldi-da. Bugun aeroportga tushdi, akamiz nomerini aytdik. Tojiklar ham telefon qilyapti, o'zbeklar ham, qirg'izlar ham telefon qilyapti. O'yin haqiqatmi deyapti. Akamiz hozir to'g'ri aytayapti. Agar o'yin haqiqat bo'lmaganda biz telefon nomeri aytmardik. Shu paytgacha kim nima yutib olsa, telefon nomerini aytamiz. Oshing halol bo'lsa deydi, ko'chada ye deydi. Aka, mana bu pulni yerdan topsang ham sanab oladigan joyi bor. Dollar emas, rubl olib ketdingiz, $10,000. Hamma tashlagan puliga rozi bo'lsin. Akamiz oldindan o'ynaydi ekan, o'yinda ishtirok etadi ekan, yutib olibdi. Akasi bemalol pulni sanayvering. Bekorga o'zbek bayroq turgani yo'q. Kia Kapiyat GT Line qo'yilgan. 4 ta litni bolani bor, 4 ta zimni bolani bor. Aka-ukalar, bilet narxi 10,000 rubl. Bilet qimmatli qilsa 2-3 kishi bo'lib, sherikarli bo'lib o'yinda ishtirok etinglar, yutinglar. Mashinani ota-onalaringga sovg'a qilinglar. Kimdir Rossiyaga otamga mashina sovg'a qilaman deb keladi. Kimdir aytadiki, uylanaman deb keladi. Kimdir to'y qilaman, kimdir uy quraman. Uy quraman degan akalarimiz yutib olsa, sotsa uy qursa bo'ladi. Uylanaman deganlar uy qursa bo'ladi. Otamga sovg'a qilaman, yaxshi niyat qildim deganlar, pожалуйста, yutib olinglar, sovg'a qilinglar. Tojikistonlik, qirg'izistonlik akalarimiz yutib olsa, mashina tez orada o'zbek nomerida turibdi. O'zbekistonga boradi. Toshkentga shunday mashina sotiladi, naqd pulni oladi, Tojikistongami, Qirg'izistongami ketadi. Umuman problema, muammo yo'q. Qaysi kartaga pul o'tkazishdi? Ekranga qoldirib qo'yamiz. WhatsApp nomerimiz 8925 960 1818. Bemalol telefon qilib ko'raveringlar. Mana shu paytgacha qaytaraman. Butun xalqning oldida yuzimiz yoriq. Avvalambor Allohga behisob shukr, Allohning nazari tushibdi. Bizga sizlar ishonyapsizlar, sizlarga biz ishonyapmiz. Ishonch bo'lmasa o'rtada hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ham jonli efirda men har doim 1000 rubllik o'yin qilamiz. Odamlar 5 ta 6 ta bilet oladi, kimdir bitta oladi, yutib ketadi. Sami glavnisi har 5 kun 6 kunda bitta musofirning uyida bir quvonch kiryapti siz tarafdan. Sababchisiz. Mana bu akamiz $10,000 yutishiga ham sizlar sababchisizlar. Rozi bo'linglar, akamiz yaxshi kunlarga ishlasin. Bugun akamiz yutgan bo'lsa, ertaga siz yutishingiz mumkin. Shuning uchun ko'p emas, bitta 2 tadan bilet olinglar, omad sinab ko'ringlar. Boshqa joylardan ham o'ynanglar, tavsiya qilaman. O'yinni kuzatinglar, ko'ringlar, qayerda nima bo'lyapti. Akamiz boya o'zi aytdi, shu telefon qilgan odamlarning ko'pi nima savol beradi? Shu haqiqatan real o'yin realnimi? Sizlar tanishmasmisizlar deb ko'p so'raydi mendan. Men tepamda Xudo turibdi, yolg'ondan qo'rqadigan bo'laman. Hammasiga birdek javob beramanki, men sizlarni faqat YouTube'da ko'rganman. Telefon nomerini yana bitta ayting. 922 775 08 73. Kruglsut ishlaydi buni. Ismi Zafar aka. Ismim Zafar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Akamiz endi ertaga Surgutga uchib ketadi. Bugun Moskvada mehmonda. Surgutga borib bizda bitta video tashlab qo'ying. Shu u yoqda qor deyapsiz, men hayron qolyapman. Qor. Shu bugun mashinaning ustida yaqin 10 sant qorni tozalab. Erta kechqurun uchasiz, ertadan keyin bitta video taylaysiz. Bizga shu bu haqiqat, bu haqiqatda. Mashinani kim yutib olsa, оформить qilib, nomlariga o'tkazib borib beramiz. Aka, to'g'rimi ekan pul? Sanadingizmi? 300% to'g'ri, даже va'da qilganimdek 50 ta podarishni ochaman deganman. 1000 rubllikdan 50 ta podarka ochgan.
Xo'p. Mana bu nimaga? Qaranglar, 10, 20, 30, 40, 50 podarishni bilet akamiz bilet. Abdushi chin yurakdan o'zingiz ochgansiz. Chin yurakdan men o'zim lag'z qilganman. Birovlar yutsa bizga ham ochgan. Mana hozir 2 soatdan beri men mashinani ichida o'zim aylanib yuribman. Da. Ishqim ketdi, havas qildim. Oldindan 3 ta biletga mana har joydan Aytamiz, endi Sberbankka tayla yana qo'y, sizda ism familiyalaringiz bor-ku, 3 ta yana akamiz 3 dona bilet sotib olyapti. Bekorga nomer telefon aytmayapman. Bir yutib olgan odam yana yutishi mumkin. U Xudodan niyat qilib 3 ta bilet olyapti, kimdir 4 ta olyapti, kimdir 5 ta olyapti. Shuning uchun biletni oxirigacha yana niyat, yana 2 taga tashlayman. yana 2 taga tashlaysiz. Ikkitaga tashlayman. Mashinani mindingiz, haqiqatni ayting. No, realni. Minib ko'rdingiz mana. Moshin xudo ertakdagidek moshinda, ajoyib mashina ekan. Bugungi kurs, dollarning kursi qancha bo'lsa, kursga hisoblab berdik. Endi mendan ham xavotir oladigan insonlar bor-da, qancha berding, qancha olding, bizning o'rtamizda unday narsa yo'q. Kim nima yutib olsa, shu paytgacha naqd sanab berganmiz. To'g'ri, qayerlardadir moshin yutib olgan, boshqa yutib olgan pul bergan, kimdir o'lib qolgan, boshqa bo'lgan, shularga o'zimiz ishlatganmiz. Atak bizda unday narsa yo'q. Telefon qilayotgan akalarimiz bemalol dapros qilishlaringiz mumkin. Xohlaslaringiz Surgutga boringizlar, xohlaslaringiz moshin yutib ishoningizlarda, sizlar ham bir mahallada duv gap tarqatib yuboringizlar. Moshinni yutgan insonning hayoti 350% ga stopadol o'zgarib ketadi. Bunisiga men javob beraman. O'yinda 400 ta odam qatnashadi. 4000 ta emas, 5000 ta emas. Akalar, ukalar, 400 ta odam 50 ga 50. Yo pan, yo propan deydi-ku. Bugun tikdim, ertaga shunday turdim, boy bo'lib ketdim, millioner bo'lib ketdim. Moskvada 10 yil yurmayman. 10 ming riskovat qilayinda mashina yutib uyga ketay deb yaxshi niyat qilinglar. Juda ham ko'p odamlar savol beryapti. Mashinani rastamoshkasi bormi? Yo'q, akalar, mana. Mashina o'zbek nomerda, rastamoshka yo'q. Tojikiston, Qirg'iziston yutib olsa, naqd nalichi pulini meni qo'limdan Toshkentdan boradi, sanab oladi. Mashina tez orada O'zbekistonga yo'lga chiqadi. Tojik tilidan ham Gapiring, gapir. Avvalo assalomu alaykum hamshahro. Men hamин bozинда бозӣ кардам. Инҷанда шинос бозӣ не дигар эсоsun нест. Ин бозӣ ҳаққуни реальни бозӣ. Ҳамин бозӣ буромдаги боз. Мен ҳамин бозинда бозӣ карда мегардам. Аввало худова ҳазор шукр ки 2000 одама дурнашанда худои назараш ҳамин рӯз муовоф ромдааст. Ин ҳазор худова шукр. Ин бозӣ реальни 100%. Ягон хел инҷанда ва яш нест. Мен номерамо гуфтам. Bemalol metrodan telefon qiling. Tojikchalab nomeriga gap zaning, пожалуйста. 922 775 0873. Круглосуточный ko'rmayman. Bitta iltimos bor aka sizdan. Bitta iltimos. Sberbankingizga boramiz, pul qo'yamiz. 3 ta akamiz $1000 dan yutib olgan. Shularga sizning kartangizdan mana shu yerda turib perevod qilaylik. Karta bizda muammo. Xullas kalom, videoni ko'rib, o'ylanib turgan akalar, o'ylanmanglar. Bu o'yinda ham o'zini muxlislari bor. 4000 ta, 5000 ta emas. 1000 rubllik o'yin 31-turda bo'ladi albatta. Bu o'yinda o'ynamagan odamlar o'sha ertaga pozdna bo'ladi. Yutib olsalaring 360 gradusga hayot o'zgarib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, videoni kuzatishda davom etinglar.